Bugungi mavzuimiz bu osteoxondroz. Osteoxondroz bu o'zi nima? Osteoxondroz qayerda ko'p uchraydi? Qo'llarimizda tez uyushadigan bo'lib qoladi. Hattoki oddiygina suv stakan ko'tara olmay qolamiz. Sidalichniy nervimiz, o'tiruvchi nervlarimiz qisilib qoladi. Osteoxondroz xavfli tomonlari bu jarrohlik amaliyoti bilan davolanishga oxiri olib kelishi mumkin. Aynan buni vaqtida oldini olmasak, o'rnimizdan tura olmay qolamiz. Harakatlarimiz oldingidek bo'lmaydi. Ertalab o'rnimizdan turib, hattoki hojatimizga bora olmay qolishimiz mumkin. Assalomu alaykum. Mening ismim Abdulbosit Eldarovich. Bugungi mavzuimiz bu osteoxondroz. Osteoxondroz bu o'zi nima? Umurtqa pog'onasi yemirilishi. Diskimizning orasida himoya vazifasini bajaruvchi yumshoq to'qimalarimiz bor. Ular amortizatsiya vazifasini bajarib beradi. Aynan o'sha to'qimalarda nervlarimiz joylashgan. Ushbu nervlar osteoxondroz paydo bo'lganida aynan o'sha to'qimalar siqilib boshlaydi va qon yaxshi aylanmay qoladi. Osteoxondroz qayerda ko'p uchraydi? Bo'yin sohasida va dumg'aza sohasida uchraydi. Aynan o'sha sohalarimizni ko'proq bizada o'tirganimizda yoki da harakatlanayotganimizda yoki og'ir narsa ko'tarayotganimizda aynan o'sha joylarga, ya'ni nagruzka tushadi. Osteoxondroz bo'yin sohasidagi uchraydigan bo'lsa, ko'proq qo'llarimizda tez uyushadigan bo'lib qoladi. Og'irroq narsa ko'tara olmaymiz, hattoki oddiygina suv stakan ko'tara olmay qolamiz. Ertalab bosh og'riqlari bilan turamiz. Yoki da dumg'aza tomonda aynan bel L5, L4 joylashgan disk pog'onlarini oladigan bo'lsak, bu bizani dumg'azamizga yaqin, dum tomoniga, aynan bizani tos sohamizga yaqin sohada joylashgan bo'ladi. O'shanda ko'proq oyoqlarimizga, sonlarimizga og'riq beradi. Sidalichniy nervimiz, o'tiruvchi nervlarimiz qisilib qoladi. Osteoxondroz sabablaridan biri bu stress, asabiylik, noto'g'ri vazn ko'tarish, ko'p zaxda, ko'p ya'ni mehnat qilgan insonlarda aynan noto'g'ri vazn ko'tarish oqibatida osteoxondroz kasallik kelib chiqadi, hamda kompyuterda ko'p o'tiradigan, ofisda ko'p ishlaydigan insonlarda va rulda, ya'ni mashina haydaydigan, ko'p za rulyom yuradigan insonlarda osteoxondroz ko'plab uchrayapti. Osteoxondroz xavfli tomonlari bu bel disk cho'rasiga olib kelishi mumkin. Bel disk cho'rasi esa bu jarrohlik amaliyoti bilan davolanishga oxiri olib kelishi mumkin. Bitta joyda osteoxondroz paydo bo'lsa, bu degani boshqa joylarda ham paydo bo'lish xavfi yuqori. Aynan buni vaqtida oldini olmasak, bizda harakatimiz cheklanadi. O'rnimizdan tura olmay qolamiz. Harakatlarimiz oldingidek bo'lmaydi. Bemalol og'ir narsa yoki da ertalab o'rnimizdan turib, hattoki hojatimizga bora olmay qolishimiz mumkin. Shunaqa holatlar ko'p uchraydiki, insonlar o'rnidan tura olmay qolib, bir hassiga tayanib, bir to'shakka miqlangan holatlari juda ham ko'p. Va xavfli tomoni bel, umurtqa, nervlar juda ko'p o'tgan bo'ladi. Va har bitta lecheniya va har bitta kurs muolaja e'tiborli bo'lish kerak. Chunki bel, umurtqa pog'onamizda ko'p neyronlar o'tgan. Eng xavfli operatsiyalardan biri bu bel umurtqa operatsiyalari hisoblanadi. O'sha uchun o'zingizga bee'tibor bo'lmang. Vaqtida kasallikni oldini oling, vaqtida davolang. Osteoxondroz kasalligini kelib chiqishini oldini olish uchun nimalar qilish kerak? To'g'ri o'tirish kerak. Va belingizni tik turgan holatda o'tirganingizda ham, ya'ni bukchaymasdan, qiyshaymasdan, umurtqa pog'oningizni to'g'ri ushlagan holda o'tirishingizni maslahat berib o'tamiz. O'zingizga e'tiborli bo'lib, yeyotgan ovqatlaringizga, yeyotgan ratsioningizga e'tiborli bo'ling. Chunki ortiqcha vazn bu osteoxondroz sabablaridan biri. Vaqtida tekshiruvdan o'tishingiz kerak. Ortopedik mashqlar, yengilgina gimnastikalar qo'llashingiz kerak. Agar ushbu holatlar sizda kuzatilayotgan bo'lsa, o'zingizni sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Shunga o'xshagan foydali kontentlarni o'tkazib yubormasligingiz uchun bizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.